rels karnizga tormozni qanaqa qotiramiz, parter uchun qilinadigan tormoz. O'shani yechimi qanaqa bo'ladi deyshadi. Biz o'zimiz samarasiz qotirardik oldin. Hozir o'ylab bir narsa xayolimga kelib qoldi. Shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Buni sizlar ham maksimal repost qilib, like bosib, parda tikuvchi karnizlarga jo'natib qo'yinglar. Yaxshi yechim qilganmiz. Shunaqa bir xayolimizga kelgan bir o'ylab topgan narsalarimizni sizlar bilan bo'lishamiz. Parterlarni qotirish uchun ko'rsanglar bo'ladi. Bozordan mana bunaqa alohida rels karnizni mana bu zapchastdan sotib olasizlar yoki karnizchiga ko'proq olasizlar mana shundan. Mana shundan olib alohida ajratib, mana bu joyga bo'lgaykan shaybasini qo'yib, mana gayka deydim, shaybasini qo'yib, mana bunaqa qilib parterga moslab kurchilib tashlagandan keyin mana bunaqa qilib ketsanglar bo'ladi. Mana ko'rasizlar? Mana alohida yuradi mana. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Bu tormoz bo'ladi, kulturniy variant bo'ladi. Mana bu narsa oldin biz ham samarangizni mana bunaqa qilib qotirib qo'yardik, samarangizni mana bunaqa qotirib qo'yardik. Mana shunaqa qilib tormozni qotirib qo'yardik. Shunga yechim qilganmiz. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, mahsulotlar kerak bo'lsa, xatdan olish kerak bo'lsa aytsanglar, qo'limdan kelgancha tushuntirib boraman. Uning uchun repost qilib, like bosib, kommentariy yozib, tikuvchilarga karnizlarga jo'natinglar. Mana shunaqa ishlab bor ekan deb aytsanglar ham, karniz tikuvchilar karnizchilar qilib beradi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa bor. Tormoz uchun mana bemalol, mana oxirgi stopidan keyin mana bitta parcha etsangiz, pardan yoqib bitta kurchga o'tkazib yuboriladi-da. Bitta kurchga o'tkazib qo'yib, bo'lmasam ilmodni ilib qo'ysanglar, mana qotib turadi. Moshina bo'ladi mana. Nima narsa o'ylab topdik mana. O'zi oddiy narsa xayolimizga kelmagan ekan. Shu narsani ko'pchilik so'rab o'rgan uchun kulturli variantini qilib berdik mana. Qanaqa turib ko'rsanglar bo'ladi. Oxirida tormoz, mana bu yoqdagi, mana bu yoqdagi ham tormoz parda uchun. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatib, repost qilinglar, maksimalni tarqatinglar, jo'natinglar, o'zingizlar saqlab qo'yinglar. Bunday qilib samarangiz qotirib qo'yardik, ko'pchilik qotiradi samarangiz mana shunday qilib. Uni o'rniga mana yechim. Kulturniy variant, zo'r variant. Mana bemalol qotirib qo'yasiz. Bitta shayba olsanglar, bo'lgan shaybasidan qo'yib olsanglar, mana mamnisini olib qattiq. Mana mamnisini olib bitta shayba qo'yib olsanglar, tepa tarafiga mamnis kirib ketadi liniyaga. O'shaning uchun bitta mamni olishingiz kerak, shayba bo'lgan shaybasini qotirib olsanglar. Mana zo'r yechim. Xudo xolisa manfaatli bo'lsa xursandman.